9 ta antibiotik guruhini tartib bilan yodlash mumkinmi? Matryoshka uslubi bilan ha. Bugun shuni ko'rsataman. Matryoshka usuli obrazlarni tartib bilan saqlash usuli. Har bir obrazning ko'rinmaydigan qismi, ichki qismi, orqa tomoni yoki juda kichik qismi keyingi obrazga bog'lanadi. Natijada zanjir emas, balki ichma-ich obrazlar ketma-ketligi hosil bo'ladi. Tartib buzilmaydi. Oddiy misol, 3 ta narsani tartib bilan yodlaymiz. Stul, choynak, kitob. Stulning ko'rinmaydigan qismi oyog'ining uchi. O'sha yerda choynak turadi. Choynakning ko'rinmaydigan qismi qopog'ining ichki tomoni. O'sha yerda kitob yopishib turibdi. Endi stuldan boshlang. Choynak, kitob o'z-o'zidan keladi. Endi farmakologiyaga o'tamiz. Antibiotiklar 9 ta asosiy guruh. Barchasini tartib bilan yodlaymiz. Tetratsiklin, tetris, aminoglikozid, minora, makrolit, makaron, glikopeptid, shakar, beta-laktam, sut, nitrofuran, azot o'g'iti, ftorxinolon, tish pastasi, linkozamid, Lincoln mashinasi, rifampitsin, marjon qoya. Endi matryoshka usuli bilan bog'laymiz. Tetris, birinchi obraz. Ko'z oldingizda aniq Tetris o'yini. Tetrisning ko'rinmaydigan qismi orqa tomoni. O'sha yerda minora turadi. Minoraning ko'rinmaydigan qismi uchi. O'sha yerda makaron. Makaronning ko'rinmaydigan qismi ichki teshigi. O'sha yerda shakar. Shakarning ko'rinmaydigan qismi ostki qismi. O'sha yerda sut idishi. Sut idishini ko'rinmaydigan qismi qopqog'i ostida. O'sha yerda azot o'g'iti. Azot o'g'itining ko'rinmaydigan qismi o'sha yerda tish pastasi. Tish pastasining ko'rinmaydigan qismi ichki qismi o'sha yerda Lincoln mashinasi. Lincoln mashinasining ko'rinmaydigan qismi bagajnik. O'sha yerda marjon qoya. Endi Tetrisdan boshlang. Qolgan obrazlar o'z-o'zidan paydo bo'lishi kerak. Keyingi videoda istalgan so'z yoki atamani obrazga aylantirish usullari haqida batafsil ma'lumot beraman. Oddiy so'zlardan tortib murakkab tibbiy terminlargacha barchasini obrazga aylantira olasiz. Sifatli yod olish bu mnemonikaning asosi. Obuna bo'ling, Mnemomedik xotira tizimi.